Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan yana bir bor xursandmiz. Adines darslarimizni davom ettiramiz. Bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Like, komment va obuna bo'lishni unutmang. O'ylaymizki, bu video darsimiz ham sizlar uchun ham foydali va manfaatli bo'ladi. Boshlaydik. Demak, bugungi mavzuimiz korxona ma'lumotlarini kiritish. Adines dasturiga kiritamiz. Demak, Ziyokor.uz bazasini yaratganmiz. Hop, ochib olamiz. Mana bunday oyna ochiladi. Biz pullik versiyadan foydalanmaymiz. Mana bu ETS xizmatlar bizga kerak emas. Polshi. Oldingi darsimizda mana shu yerda to'xtagan edik. Endi korxona ma'lumotlarini kiritishni boshlaymiz. Demak, bu bizni korxonamizni tashkiliy huquqiy shakli bo'lib hisoblanadi. MChJ bizniki. Tanlaymiz. Endi mana bu yerda bizning firmamiz qaysi soliq rejimida bo'lsa, o'shani tanlashimiz kerak bo'ladi. Agarda aylanmadan soliq to'laydigan bo'lsak, demak buni tanlashimiz kerak. Agar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lsak, mana buni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bugun sizlar bilan qo'shilgan qiymat solig'i misolida ko'rib chiqamiz. Demak, tanlaymiz. Keyin qiladigan ishimiz korxonamizning ma'lumotlarini yozib chiqamiz. Demak, non mahsulotlari MChJ bizni firmamiz non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi firma bo'lib hisoblanadi. Davom etamiz. Hop. Endi inimizni yozamiz. Inini yozishdan oldin e'tibor beringlar, to'liq yozishni maslahat beraman. Mas'uliyati cheklangan jamiyat. Mana shunday. Endi inini to'ldiramiz. Keyingi katakchalarni ham to'ldirib boraveramiz. Mana bu NDS o'sha ro'yxatga olingan nomeri. Buni ham kiritamiz. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq kiritishni maslahat beraman. Sababi bizni aytaylik o'sha shot faktura, shot fakturalarni demak yaratishda yoki bo'lmasam o'sha o'tkazmalarni biza qayd qilishda yoki bo'lmasam shartnoma tuzayotganimizda barcha rekvizitlar yoki bo'lmasam bizga aynan kerakli bo'ladigan ma'lumotlar hammasi demak namoyon bo'lib turadi. Tegishli katakchalarni biz to'ldirib boryapmiz. Bank hisob raqamlarini ham kiritamiz albatta. Infomizni kiritamiz. Hop, demak mana shu info bilan info kodi bilan O'zbekistondagi deyarli barcha banklarni ko'rsatib beradi. Endi hisob raqamimizni kiritib oldik. Endi adres va telefon bularni ham albatta kiritamiz. Hop. Demak, zaполнить tugmachasini bosib punktlarni tanlab boraveramiz. Demak, barcha o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni kiritdik. OK tugmachasini bosamiz. Xo'p, keyingi demak telefon nomer, kontaktli telefon nomer +9993. Mana agar faks bo'ladigan bo'lsa, demak fakslarni, email bo'ladigan bo'lsa, emaillarni demak kiritib qo'yishingiz mumkin. Hop. Navbatdagi qiladigan ishimiz, e'tibor bering.
Podpisi, demak bunda biz nima ishlab qilamiz? Aynan bizni korxonamizni aytaylik o'sha direktori yoki bo'lmasam buxgalter, kassir kim ekanligini ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlarni ham to'ldirib chiqamiz. Demak, hop, menda kimdir yozilgan ekan, demak sizda bu joy bo'm-bo'sh turadi. Savzat tugmachasini bosib yaratib olishingiz mumkin. Men hozir buni edit qilaman. Edit qilib ma'lumotlarni o'zgartiraman. Hop, aytaylik, direktorimiz ism familiyasini yozamiz. Hop. Qolgan barcha tegishli ma'lumotlarni to'g'ri va aniq to'ldirishni sizlarga maslahat beraman. Hop. Demak, mana shunday tartibda to'ldirib boraveramiz. INPS va hokazo. Demak, pasportlari hammasini to'g'ri to'ldirishni maslahat beraman. Barcha kerakli katakchalarni to'g'ri to'ldirib bo'lganimizdan keyin записать и закрыть tugmachasini bosamiz. Xo'p. Demak, mana bu yerda xatolik bor ekan. Mana bu yerda xatolik bor. Demak, berilgan payti mana bu. Amal qilish vaqti esa demak 35 17 beriladi. Hop. Demak, mana o'sha kiritgan ma'lumotlarim asosida direktorim shakllandi. Demak, ustida 2 marta bosamiz. Xo'p, demak, direktorimiz, demak, bu ham kishi direktor bo'ladi. Hop. Direktor. Demak, endi ikkinchi buxgalterimizni kiritamiz. Buxgalterimizni barcha ma'lumotlarni kiritib chiqamiz. Buxgalterimizni ma'lumotlarini kiritib bo'ldik. Demak, endi bular buxgalter bo'lib hisoblanadi. Buxgalter. Hop, записать и закрыть. Buxgalter. Ana endi kassirimizni ham kiritamiz, agar mavjud bo'lsa. Kassirimiz yo'q bo'lsa, demak, keyingi bosqichga o'tib ketamiz. Logotip, pechat. Demak, logotiplarimizni ham biza ko'rsatib, pechatlarimizni ham ko'rsatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi albatta. Demak, bizni firmamizda logotip mavjud, uni joylashtiramiz. Mana. Demak, pechatni ham joylab qo'yamiz. Mana. Xo'p, barcha ma'lumotlarni kiritib bo'lgandan keyin записать и закрыть tugmachasini bosamiz. Xo'p, demak, shuning bilan demak biz firmamizni, korxonamizni barcha ma'lumotlarini kiritib bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.